Uzun o'chib qoldi. Qaytadan gapiramiz. Endi odamni tepaga ko'taramiz. Tushundingizmi? Ya'ni zaprosta aylaysizlar. Avvalambor assalomu alaykum. Zaprosta aylaysizlar. Yuqori ko'taramiz. 1 minutlik qisqa savol-javoblar bo'ladi. Tushundingizmi? Undan keyin теперь на русском языке. Теперь будем поднимать людей наверх. Вы будете за вопросы и отвечать по возможности. Договорились? По возможности. Я поднимаю. Так, я поднимаю. Шерзот Даминов. Болею. Я сахарный диабет. Можно? Можно. Понятно. Ko'tardim. Ishlamasiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Pastga o'xshamadi-da. Pastga tushinglar. Tayyor emas ekansizlar. O'tgan fayz bilan Yaxshimisiz? Jiroviy patos hal qilsa bo'ladi. Eshitamasizda. Charchamasmi aka? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, shu tomoq qisib qoldi-da, hech kim mendan bunaqa bo'lmagan dedi. Nimangiz qisib qoldi? Tomoq qisib qoldi, o'zi chiqmayapti aka. Asosiy kecha toqqa borgandim. Jimib turing. Shuni Tuxum yuting, tuxum. Tuxum yuting, tomog'ingiz ochilib ketadi. Tavba qildim. aka. Ha, tuxum yuting. Men sizga bepul usuli. Ana uni nima bilan, chayni savdo bilan g'arg'ara qiling, ertalab tuxum yuting, ochilib ketadi. Sizga uy sharoitida bepulni aytyapman. Rahmat aka, jonimsiz. Salomat bo'ling. Tushing pastga. Aka, to'xtang, oyim sahrni diabetda shu sahr kasali borda, shunga nimalar tavsiya berasiz? Shu ko'pincha Diabetga bir dunyo narsa aytishim mumkin. Bir dunyo. Eng oson sachratqa. Keyin loviyani po'stlog'ini damlab ichish. Eng osonti yoki piyozni duxovkaga pishirib, o'shani kuniga 4 ta 5 ta yeyish kerak. Kuniga bir donani 2-3 tasini kesib duxovkaga pishirib, o'sha ham saharni tushiradi. piyoz berdirmaymiz. Yani davlenasi chiqib ketdi. U nimadan aka? Davleniya chiqishi, mana oddiygina sahar, qoni quyuq, osteoxondrozmi. Davleniya bu kasallik emas. Davleniya bu kasallikning alomati. Shu sahariga shu piyozni bo'lsa ham qilsak, hech narsa qilmaydi. Yo'q, piyoz davleniyani tushiradi-ku. Yo, shunga toza ishib ketib boshqa bo'ladi, shunga aka. Nima ishib ketadi? Shu piyoz bilan chesnok yesa ishib ketadi. Yo, men sizga piyozni men sizga yo'llarini aytyapman. Piyoz duxovkaga pishirib yediring dedim undan keyin. Yana qanaqa? Men sizga aynan piyozni yediring deyotganim yo'q. Boshqa narsalar ham bor-ku, agar piyozga allergiyasi bo'lsa. Yana nimalar maslahat berasiz aka? Yana yaxshi borni qiling. Men sizga sachratqi dedim. Sachratqi. O'sha uni ham qaynatib ichizaman aka. Ha? Uni qaynatib ichizaman dedi, uzr dosh chiqyapti. Damlab ichirasiz. Ha, damlab ichiraman debman-da. Uzr aka, dosh qo'yatib qilyapman aka. Bitta tushing pastga. Ko'payib ketsa olingiz. Mayli aka, rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Mayli aka, rahmat. Xo'sh. Nima o'chmadi? Nima qanday tushiray bu yigitni? Voy tushdi. Xo'sh, Almataga o'zi yaqinda keldim. Yemini qanday deb bersak bo'ladi? Onamning oyoqlari, iltimos javob bering. Aziza Mamadali, videomni yaxshilab ko'ring, tushunib qolasiz. Suyak emas qanday dori bersak bo'ladi. Videolarimni ko'ring. Kimni ko'taray endi? Ha? Kavo поднять. Birinchi turganni ko'taraman-da mana. Miri Saidov off ekan. Tuxumdon shamollashga nima qilsa bo'ladi? Piyozni qaynatib suvini iching. Yo'talim kuchayyapti. Yo'talingiz kuchayayotgan bo'lsa, отдышка uchun maslahat bering. Melissa лекарственный iching, Melissa.
Assalomu Vaalaykum alaykum assalom. aka, yaxshimisiz? 1 minut vaqtingiz bor. Qazo qilolmayman. Gapirmayapsizmi? Aka, rahmat shunchalik ko'targaningiz uchun. Aka, men bu bo'ynimda osteoxondrozim Osteoxondrozga juda ko'p. semichkani ildizini qaynatib eng yaxshi ma'qul usuli. Osteoxondrozga semichkani ildizini 100 grammini 3 litrga solib 5 minut qaynatasiz. 5 minut qaynatganingizdan keyin suzib olasiz. Semichkani ildizini olib qo'yasiz bir chetga. Quritasiz. Boyaga 3 litr suvni har kun 1 litrdan ichib borasiz. Tushundingizmi? Ikkinchi 3 kun tugagandan keyin boyaga 100 gramm semichkani ildizini 10 minut qaynatasiz 3 litr suvga. Uni yana 3 kun ichasiz, kuniga 1 litr 1 litr. Tushundingizmi? Undan keyin ildizni ortib olishingiz ham mumkin. Izidan yangi ildiz qilib 2 oy 3 oy mobaynida ichasiz. Yengilni his qilasiz. Har kun kechqurun karamni baragiga asalni surtib kechqurun ichingizga poveska mana bu yeringizga bog'latib yo'dim mana krest qilib. Osteoxondrozdan bosh aylanishlar, bosh og'rig'i, yelkalar, davleniya ko'tariladi, suyak ana yurakka sanchiq beradi. Davleniya ko'tarilib tushadi. Tushundingizmi? Tushunarli. Vaqtim tugamagan bo'lsa, mana qo'llarda ham shunaqa narsalar bor-da. Qo'llaringizni Qo'l ko'rmayapman men. tanasi Nima narsaligini ayting. Yo, qo'limdagi og'riqlarga qanday zo'riqish bo'lib qoladi-da ko'proq. Qirsirash ko'payadi. Mana bo'g'imlarda og'riq kuchayib ketadi. Mana tizzalarimda ko'p yurib qo'ysam qirsillashlar Mumyo ko'payadi iching. o'sha. Sizga oson varianti. Mumyo iching. Mumyoni iching. Va sizga hozir do'konimizdan mana buni oling demayapman. Biron joydan toping. Mumyoni o'shani iching. Tushundingizmi? Tushunarli. Salomat bo'ling. Rahmat aka. Bo'pti. Charchaman. Tak. O'zingiz tushib keting. Sizda nomeringizni berinishi, dizam avrat, kamroq ishlar. The Energizer. Ko'p ishlaganmisiz o'zingiz ham? Oyoqdan treshina, nemen MDda rahmat. Oyoqda treshina. Oyog'im uzun, qayeringizda treshina. Grijaga hozir eng ma'quli 100 marta aytganman. 100 marta grija uchun. Tak, yana ko'taraman. Kimni ko'taray? Zilya 9009 ni ko'taryapman. Chunki birinchi turibdi. Bilmayman, menga farqi yo'q. Birinchini ko'tardim. Tak, Gatrishning xudo xolasa olib kelamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshitaman sizdan. Yaxshimi tuzalib suv bor. Qishiga nima? Nimangiz Maslahat bering. qishishiga? Quloq. Nimangiz? Quloq. Ha, quloq qishishiga gribok bordir-da. Achchiq bodom yog'ini unday surtib olib paxta tiqib qo'ying yoki piyozni. Piyozni tomizingda ana tiqib qo'ying. Aha. Qichmay qoladi. Zvyozdichka surt dedilar, u mazni surtsa bo'ladimi? Bo'ladi? U qichig'i nima ketmayapti-da qulog'imdagi qichigani. Gribok bordir, gribok. O'shanga bodom yog'ini surkaymi? Surting demadim, tomizing dedim. Rahmat. Mayli, rahmat. Sog' bo'ling. qichmay bo'lsam quloqingiz. Vaskulitni davolasa bo'ladi. Xo'sh, yana ko'taraman. Kimni ko'taray? Tak, Javohir Kamolov 7 ko'tarilyapti. Xo'sh. Gold 700 ko'tmisiz deyapti. Sizni blokirovka qilyapman. Xo'sh. Qachon Andijon kirasiz? Sabr. Taxikardiyaga javob bering. Taxikardiyaga aptekaga borib kulavermanglar ham. Aptekaga borasizda, ana qilasiz. Endi apteka emas, men prinyat qildim, Javohir, ko'tarilsangiz ko'tariling. Bo'lmasa biron bir tabibdan taxikardiyaga ana tsvitki boyarishniga, ya'niki qizil do'lanani gulini olib ichasiz. Denovdan salom. Va alaykum assalom. Hozir qattasiz bir joydaman. Namanganda filialdan shogirdingiz. Salomat bo'ling. Tak, demak boshqani ko'taraman. Не может присоединиться. Salomat bo'ling Javohir. Tak.
Севара, пригласить вас, что ли? Так. Оля Ким, приглашение сделала. Kekirish ko'p. Gijjaga ayting. Xorazmda bel og'rig'i, yuz og'rishi nimadan? Yuz og'rishi? Ko'tarilmayapsizlarmi? Вообще ko'tarilmanglar bo'lmasa. Men вообще bo'lmasa. Oq dog'larga nima qilsa bo'ladi? Хорошо, oq dog'larga lekin 1 yil, 2 yil davolanasiz. Grisha, nervi tomir qisilib qolgan. Argon bilan cho'lchan kapsulasini olib iching. Zaпрос bermanglar bo'lmasa, ko'tarilmasalaring вообще zaпрос bermanglar. O'yin qilmanglar odamni bunday qilib. Ответьте, пожалуйста, у сестры рак кожи. Если у сестры рак кожи, голодание и снаружи, если начинающий рак кожи, можно избавиться мед и квас один к одному перемешать и лечебной повязкой. Обязательно. Знаете, что делать? Обязательно голодовка. Голодовка. Понятно? И есть крапива. Вы напишите, да хоть погуглите. Крапива. Лечение рак кожи. Хорошо? Надо крапиву измельчить и добавить сок имбиря. Перемешать и лечебную повязку делать каждый день. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshitaman sizni. Так, allo. Так. Birodar, qisqa va lo'nda gapiring. Belingiz og'riyotgan bo'lsa, aynan Grijada, belim chap tarafida Grishaga xo'sh, videolarimni ko'rdingizmi? Grishaga videolar qo'yganman. Yerdan cho'lchan qozib yeng kerak bo'lsa. Bo'lsa argon bilan cho'lchangni qo'shib turib iching. Grishaga dorilarmi? Bo'lmasa Hindistonga borasizmi, boshqa joyga borasiz. Papaya ekstraktini toping. Ekstrakt papaya yoki Rossiyadan bo'lsa ham, ya'ni korni sabelnika toping, korni okopnika toping, o'shalarni damlab iching. Grishaga video qilganman-ku. Davleniya chiqishiga qanday nima maslahat Davleniya chiqishi bu kasallik emas. Davleniya yurakdan chiqadi, qondan chiqadi, buyrakdan chiqadi. Uni sababini bilishimiz kerak. Nima uchun davleniya chiqayotganligini. Birinchi navbatda qon suyultirishimiz kerak bo'ladi. Rahmat aka katta. Salomat bo'ling, birodar. Так, следующий. Qo'ldagi gribokni qanday keltiradi? Qo'ldagi gribok. Yog'lichni uksizlang, har kun rastирание qiling yoki anavi qiling. Qo'ldagi gribokni горчица, масло горчицani surting. Salomatsiz? Давайте на русском языке будем общаться. Miomaga qanday lечение aytasiz? Миомага 100 раз видео делал при миоме. Если у вас небольшая миома, обыкновенная отвар лука тоже поможет. Понятно? А я Если... у вас брала тот раз этот Анкостоп и... Ну, а брали, оказывается, вы что не пьете? Я пью. Это помогает, ну и что? И дальше какой есть? Торпеда помогает? Не, вообще-то. Вы Анкостоп пили или не пили, это Я скажите. пила. Ну, в итоге сколько дней выпили? Нет, уже 5-й день. О, 5-й день? Так много пили? А сколько? 5 дней? А сколько пить надо? 3 месяца. 3 месяца. А Я- еще больше какой? А? Еще какой этот? А вы же пьете уже? А, все, Ну, да? хватит точно. вам это. Чё вам? 5 дней пьете и спрашиваете у меня, миома, что есть? А ну пьете же! Ёлки-палки. Тем более 5 дней. Ну, 3 месяца попейте. Эй, люди,
Ай, спасибо, ладно. Будьте здоровы. Давай следующий. Так. Tak, turbalar yopilganini qayerdan bilsa bo'ladi? Turbalar yopilganini sunnat 202. Turbalar yopilganini Matildangizga chesnok tiqasiz. Ya'ni anonga o'rab. Nimaga o'rab? Nima edi? Nimaga o'rab? Xullas. Dokaga o'rab. Agar burningizdan yoki og'zingizdan hid chiqsa, chesnokni ta'mi kelsa, tushundingizmi? Chesnokni ta'mi kelsa, bilingki hammasi cho'tki. Alma usul ochqaringa ichsa bo'ladimi? Da agar nimangiz bo'lmasa, gastritlaringiz bo'lmasa. Bint. Andijonda filial bor. Yaxshilab ko'zni katta-katta ochib, istoriyalarni ko'rsangiz, qo'yilgan. Teri osti yo'q bezlarni qanday davosi bor? Problema ozish kerak. Mastopatiyaga nima qilsa bo'ladi? 100 marta aytganman uni ham. Xudo. Инсульт, левая сторона, все меньше работает. Возьмите из наших филиалов торпеду, дрожжевые черви, фирулу, молоко фирула и коврак. Это